Assalomu alaykum. Hozirgi tajribamizda Arximed qonunining amaliyotdagi tatbiqini ko'rib o'tmoqchimiz. Buning uchun kerak bo'ladi bizga oddiy ichimlik suvi, parafin bo'lagi, kerosin va bo'sh idishlar. Biz bu tajribada oddiy ichimlik suvini kerosinga ag'darganimizda kerosinning zichligi suvnikiga nisbatan kichik bo'lganligi uchun kerosin yuqoriga, ichimlik suvi esa pastga harakatlanadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, oddiy suvni kerosinga ag'darganimizda kerosinga Arximed kuchi ta'sir qilib, kerosin yuqoriga, suv esa pastga harakatlanadi. Mana ko'rdingiz, ikkalasini joyi almashdi, ya'ni kerosin yuqoriga, suv esa pastga o'tib qoldi. Endi ikkala suyuqlikni ham bitta idishga solamiz. Kerosin va suvni bitta idishga quyganimizda kerosinning zichligi suvnikidan kichik bo'lganligi uchun kerosin suv yuzida turib qoldi. Parafinning o'rtacha zichligi 900 bo'lganligi sababli suvniki esa 1000. Bu parafin suvda cho'kmaydi. Kerosinning o'rtacha zichligi esa 800, parafin 900. Bu suvda cho'kadi. Endi buni bu idishimizga solganimizda bu kerosinda cho'kadi va suvda cho'kmaydi, ya'ni o'rtada qolib ketadi. Yana bir tajriba orqali Arximed qonuniga yuzlansak, buning uchun kerak bo'ladi bizga yuk, dinamometr, suvli idish va kerosinli idish. Yukni dinamometrga osganimizda dinamometr ko'rsatkichi 101,4 newtonni ko'rsatyapti. Endi buni suvli idishga botiramiz. Qanchalik ko'p qismi botgan sarin dinamometr ko'rsatkichi shunchalik kamayib boradi. Bunga sabab suyuqlikda, ya'ni suvda, ya'ni jismni siqib chiqaruvchi kuch hosil bo'ladi, ya'ni Arximed kuchi hosil bo'ladi. Endi esa buni kerosinli idishga botiramiz. Kerosinga botirganimizda ham shunday kamayyapti, lekin suvga nisbatan kamroq kamayyapti. Sababi kerosinda siqib chiqaruvchi kuch suvga nisbatan kamroq, ya'ni buni zichligi suvga nisbatan kichikroqligi. Xulosa qilib shuni aytamizki, jismni suyuqlikka botirganimizda uni ko'taruvchi Arximed kuchi hosil bo'lar ekan. Bu Arximed kuchi suyuqlik zichligiga va uning jismni suyuqlikka botgan qismi hajmiga bog'liq ekan.